Choy qo'y. O'y shamasini to'kib qo'yadi. Nima qilyapsan? Jinnimisan? Biz shamasini hovliga sepib boramiz. Hovlidan donga kelin bo'lganingda. O'y, nima qilyapsan? Ha, mix qoqyapti. Jinnimisan? Nima qilasan mixni qoqib? Dor qilaman, kir yoyaman, kir yuvdim. Yur baqa. Bu nima bu? Bilmayman. Bu kir yoyadigan sushilka kirdimi nima qilib yoyib shunda quritadi. Ha, bizni hovlida dor qilib, dorga ilinardi-da. Yigiti bergan gulni sotib olyapti ekan. Sevgilim, yuring, choy tayyorladim. Choy qani? Ana, Nima bu? hovlimizga choy tayyorladim. Ha bu ko'cha bu. Bu bizni hovlimiz emasmi? Hovlimiz bo'lsa kechqurun yerda uxlab qo'ya qolaylik. Davay, salqingina uxlardik. Yig'ishtir. Mayli, ayas qilmang, bir gap bo'lar. Bo'pti, xo'p. Tinchlikmikan? Shu uyimizda 10 ta qo'y bor edi-yu, Xo'sh. o'shan bittasi yo'qolib qopti. Men bilaman uni qayerdaligini. Rostdanmi? Yur ko'rsataman. Ketdik. Qani? Mana.